shu do'dam shu yoshlarda uyda xotirjam issiqqina masa qilib o'tirishga haqlilar yo'q. Devor ham shunaqa sifatsiz va nimjon bo'ladimi? Aka, devorli bor-ku, mustahkam zo'rdan qurmaylarmi? Siz aka ertaga yoshingiz katta bo'lganda uyda maza qilib, issiq uyda ko'pelarni ichib, xotirjam o'tirish xohlasangiz, uyingiz mana bunaqa polistron bloklardan qurmaysizmi aka? Bu blokingni reklama qilaverasanmi Abbos? Jonga tegib ketdi degan okalar ham chiqyapti. Lekin rahmat kattakon, baraka top Abbos, zo'r narsa ekan deganlar ham chiqyapti. Unisiga ham rozimiz, bunisiga ham rozimiz. Asosiysi e'tibor aka. Xullas biz sizga taklif qilayotgan bu polistron bloklarimiz haqida ozgincha ma'lumot oling. Bu polistron bloklarimiz qolgan bloklarga farqli o'laroq o'ziga suv tortmaydi, issiq suvni juda ham zo'r ushlaydi. Eng asosiysi bu blokdan o'zim ham uy qurganman. Onamdan bir necha bor Abbos maqtaganicha bor ekan bu ish deb o'zim necha marta rahmat aytdim. Undan tashqari juda ham ko'p klientlarning uyiga borib turib, aka blokimiz qanaqa ekan desam, haqiqatdan bu tejamkor ekan, gazimiz tejalyapti, haqiqatdan bu tez terlarga narsa qotirsa bo'lar ekan deb bir necha bor o'tib bilan olib berganmiz. Narxi kelaymi aka? Narxi ham g'ishtdan ko'ra arzonroq tushadi. Aka qarang, bu bloklarni o'zi haqiqatdan bahorga borganda topib bo'lmaydi, chunki juda ham talab oshib ketadi. Hozir nalichi bor aka. Hozirroq g'ishingizni bron qilib, hozir olib qo'ysangiz, menimcha narxiga ham yetasiz. Vaqtiga ham yetasiz aka. Xullas sizni issiq sovuqda o'rab keladigan yomon gumonda bo'lmaysiz. Videoga like bosasiz, qurish qilayotgan do'stlarga tashlab qo'yasiz.